O'zbekistondan Rossiyaga kelayotganlar diqqatiga ogoh bo'ling. Aeroport Pulkovo aeroportga kirishda, ya'ni tamojinda sizdan nimani so'raydi? Yangi kirib kelganlarga. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, aeroportga O'zbekistondan kelib qo'nganingizdan keyin aeroportda sizdan nimani so'rab o'tkazadi, hammasini mana shu video davomida aytib o'taman. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Yurakchani bitta bosib kanalga obuna bo'linglar. Aeroportdagi yangiliklar, o'zgarishlar hammasini mana shu namuna aviakanalidan ko'rib borasizlar. Aeroport Pulkovo reys Toshkentga har doimgidek har kun reysi bor. Agar siz O'zbekistondan Rossiyaga birinchi marta kelmoqchimisiz, oldin ham kelgan bo'lsangiz, hozirgi kunda bitta juda ham ko'p bo'layotgan ошибкаларdan biri migratsioniy yangi qo'lingizga berganda harflarda ошибка juda ham ko'p bo'ladi, yokida biron harf xato yozilgan yoki biron harf qolib ketgan. Sababi O'zbekiston pasportida bilasizlar, perevodi yo'q, ya'ni ruscha perevodi yo'q. Shu sababdan iloji boricha sizlardan hech narsa ketmaydi. Pasportlaringizda O'zbekistonda o'zidan perevod qilsalaringiz bo'ladi ruschaga. Mana shu tamojidan o'tayotgan vaqtlaringizda pasport berganlaringizda menda pasportimda perevodi ham bor deb turib ko'rsatsangiz, sizlarni perevodiga qarab точно yozib beradi. Endi misol adashib turib bu yerda pasportingizda perevodi yo'q, bular o'zlari perevod qilib yozadi. Shunaqa holatda ошибка juda ham ko'p bo'lyapti. Основной O'zbekiston fuqarolarining pasportida. Mana shu videoni yaqinda kirib kelayotgan O'zbekiston fuqarolariga bemalol tashlaysizlar, tarqatingizlar iloji boricha. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lingizlar. Sizda migratsioningizda harfingizda xatolik bo'lgandan keyin siz Rossiyani o'zida, ya'ni almashtirish juda ham qiyin bo'ladi. Yanada granitsa chiqishingizga to'g'ri kelib qoladi. Aeroport yangiliklarini kuzatib borish uchun video davomida aytib o'tganimdek kanalga obuna bo'lib kuzatib boringizlar. Aeroportdagi holatlar chiqarib boraman.